Assalomu alaykum aka-ukalar. Zamonimni tushunadigan har bir inson ishini so'rayman. Iltimos etib, bir like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar, poddesh etishni unutmanglar. Xullas, birinchi bo'lib o'zimni gapimni aytib o'taman, keyin ish aytaman, konkret bo'lgan ish bor. Do'stlar, men ishlarni chiqarib turibman. Bu ishlarga kim garantiya beradi deb kommentariyadan negativ fikrlarim ko'payib ketgan. Bunday mashinnik, posrednik deb. Men posrednik emasman, xalqning manfaati uchun video chiqaraman. Shu xalqimizdan kimdir aka-ukalarimiz birsi uxlab qolishini hayotda xohlamayman. Pullarini to'liq olishini xohlayman. Shu xalqning manfaati uchun ishlashni xohlayman. Xullas do'stlar, mendan ish so'raydigan insonlardan bugundan boshlab video syomka olib boshladim. Shunday tutadi. Men palankas ish bor kanalimdan palandi isha odam oldiryapman. Primerning Rossiyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga firma pul bermagan taqdirda men o'zim durib beraman, uyimni, joyimni sotib bo'lsam, shu pulni olib beraman degan video syomkalarni olib turibman. Ya'ni aytajakim, ishonch yo'q emas, ishonch boy narsalar. Hech kim ham o'zini sharmanda bo'lib qolishini xohlamaydi. Mashinnik bo'lib 100 ming, 200 ming, 1 million odam sharmanda bo'lishni xohlamaydi internetda. Shuni aytib o'tajakim sizlarning ishonchlaringiz uchun, hurmatli do'stlar, sizlarning manfaatlaringiz uchun video chiqarib turganimni aytib o'tajakman. Hech kimni bir pulini uxlatishlarini xohlamayman. Men ham posrednik emasman, men ko'pchilik posrednik deb turibdi kommentariyada, posrednik emasman. Prosta xalq manfaati uchun video chiqarib beraman. Xullas do'stlar, Qozog'istonda Atroda ish bor. Отделка ishi, kachitova so'ralmaydi dedi. Ozgina ishga tushunsa bo'ldi, usta bo'lish shart emas dedi. Arakini o'zi olib ketadi dedi. Xalasa ob'yoma, xalasa oylikka beraman dedi. Sherzod degan bola Qozog'istonda Atroda. Undan tashqari yo'l kiresini ham galishini to'lab beraman dedi. Agar O'zbekistondan primerni qaysi davlatdan kelsam, yo'l kiresini ham to'lab beraman o'zim dedi. Ishlab to'layveradi dedi. Xullas do'stlar, to'liq ma'lumot olish uchun pastda nomer qoldiraman. Telegramdan, WhatsAppdan telefon bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib, biron bir muammo bo'lgan taqdirda shu yoq aytgan videomni tashlab beraman. Avvalambor xudo muammo bo'lmaydi. Shu videoni tashlab beraman muammo bo'lsa. Xullas aloqaga chiqasizlar, shu videoni o'zini egasini yetib borishida sababchi bo'lib, bir like bosishni unutmanglar, bizlarga obuna bo'lishni unutmanglar. Iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlanglar. Iltimos, negativ fikrlarni iloji bo'lsa kamdan kam bildiringlar.